إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Qur'onni haqiqatan biz nozil qildik va cho'qim uni qo'g'daymiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetlik ügengüçe körürmeller. Aldı bilen hemminglarning, tininglarning salomat, ügünüşinglarning natijelik ve menfaatlik bo'lishini Allah subhanahu wa ta'aladan tilayman. Allah subhanahu wa ta'ala sura Hicr'ninki 9-oyatida mundaq deydi. Inna nahnu nazzalna zikra ve inna lahu lahafizun. Yani Qur'onni biz haqiqatan biz nazil qildik ve cho'qim uni qo'g'daymiz. Ve yana Rasul Akram sallallahu aleyhi ve sellem o'zining hadisida mundaq deydi. Khayrukum man ta'allamal Qur'ana ve 'allamahu. Yani aranglarda eng yaxshiraqinglar Qur'on o'rgangan va o'rgatgan kishilardir. Allah subhanahu wa ta'alaning muvaffaq berishi bilan Qur'on Karimdan savod chiqarish va tajvid darsligini hozirladik. Qarindoshlarningki foydalanishini so'raymiz. Unda bo'lsa biz darsimizni boshlaymiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bugun o'rganmoqchi bo'lgan darsimiz yana birinchi dars Arab tilidagi elifba harflari bilan tanishib chiqish. Yani Arab tilidagi elifba harflarininki asli nomi va asli atilishini bilish. Unda bo'lsa men har bir harfni aldirmay bir qancha qatim talaffuz qilma. Undan keyin tuvanda o'tag'an farzandlarimiz bilan birga takror qilamiz. O'rgangich qarindoshlar bizga ergishib biz bilan birga mashq qilsa inshaalloh Alloh xolisa yaxshi o'rganadi. Unda bo'lsa birinchi harf, ya'ni arab tilidagi birinchi harf alif. 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 Yaxshi. Unda bo'lsa birinchi harf ne? Buni biz talaffuz qilgan chog'imizda alif. Alif deb so'zlab talaffuz qilmasak bo'lmaydi. Alif. 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 İkinci harfimiz B. Shundami? Buning tagida bir talchikti bor. B. B. Qaranglar, arab tilidagi harflarningki chikitiga alayda ahamiyat bersak bo'ladi. Mana ma'vo B. Tagida bir talchikti bo'lsa B. Bu chikit tupsi ulab qolib qolsa, yana boshqa harf bo'ladi, nima? Bu B. B deb talaffuz qilamiz. Unda bo'lsa balla men eshitib danglar. B. 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 Bo'ldi. Uchinchi harf tupsida ikki talchikti bor. T. 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 Keyingi harf tupsida 3 talchikti bor buniki. F. F. Keyingisi mana ichida bir tal, mana o'g'oq shaklda kelgan bir shaklniki ichida bir talchikti bor. Bu jim. 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 Yaxshi. Unda bo'lsa mana chikiti yo'q, ulab qolsa ha. 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 Keyingisi endi bu chikit tupida, tupida. Unda bo'lsa biz xo. 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 Keyingisi dal. 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 Keyingisi endi ma'noda yana bir chikit bor. Dalniki tupsida chikit qo'ysak val. Val. Bu harfni tilimizga diqqat qilinglar, tilinglar. Val. Buningda
ro mana bu shaklninki chikiti yo'q, chikiti yo'qlab qolib qolsa ro 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 shu bo'yicha talabimiz qilamiz. Keyindikisi buningda bir tal chikit ortiq, buningda z z z z sin 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 ma'noda tilimiz chiqamizmi? Sin sin keyindikisi buningda hamda ma chikiti bor, tubiga 3 tal chikit qo'yaylik. Shin 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 keyindikisi sad 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 hamda bu sadning tepsiga bir tal chikit qo'ysak bod 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 keyindikisi to 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 buningga yana bir tal chikit qo'ysa va va buni o'xshashlar tilimizni chiqarib turib talaffuz qilamiz. Va 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 keyingisi ayn 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 keyingisi yana bir tal chikit qo'ydik tepsiga. Chikiti bo'lsa bu g'oyn 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 fa 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 hamda bunga ikki tal chikit qo'ysak qof bo'ladi. Qof 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 keyingisi kaf 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 keyingisi unda bo'lsa lam 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 keyingisi mim 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 keyingisi nun 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 keyingisi vav 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 ha 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 ha
yaxshi, buni ha desak bo'lmaydimi? Ha. Hamza. 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 Keyindikisi oxir qarab bu ya. 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 Qarindoshlar, unda bo'lsa biz birinchi darsda kam bo'lsa bo'lmaydigan muhim nuqtalar bilan tanishib chiqamiz. Bu nuqtalar tuvandikicha. Birinchisi til uchi harflari. Ya'ni bu harflarni talaffuz qilgan chog'imizda tilimizni tishlagan holatda talaffuz qilgan harflar 3. Ya'ni fa, val, va. Bu harfni talaffuz qilgan chog'imizda tilimizni chiqaramiz. Fa, val, va. Unda bo'lsa bolalar menga kishib o'qinglar. Fa. Tilimiz chiqarib Bilal. Yaxshi. Abdullah. Yaxshi. Hammanglar menga kishib. Fa. Tilimizni chiqardikmi, yo'qmi? Fa. Yaxshi. Unda bo'lsa ikkinchi harf val. Val. Mujahid. Tilingni chiqara. Val. Yaxshi. Abdurahman. Yaxshi, yana bir. Yaxshi, mana shunda talaffuz qilamiz. Uchinchisi va. Tilimizni chiqarib Bilal. Va. Abdullah. Va. Mujahid. Va. Tilingni ko'tardingmi? Yaxshi. Mana shu 3 harfda tilimizni chiqaramiz. Fa, val, va. Bo'ldi, bu birinchi muhim nuqta tugadi. Unda bo'lsa, ikkinchi muhim nuqta arab tilidagi ilifba harflarining ichida 7 cho'ng harf bor. 7 cho'ng harf. Bu harflarni talaffuz qilgan chog'imizda tilimizningki o'ttirisi va oxirisini yuqori ko'tarib turib talaffuz qilamiz. O'ttirisi va oxirisini. Masalan, xo, sod, bod, g'oyn, to, qof, va. Bu 7 cho'ng harfni tuvandagi bir jumlaga yig'inchoqlaymiz. Xussa, dag'tin, qiv. Ya'ni mushu bir jumladagi xo, sod, bod, g'oyn, to, qof, va. Bu 7 harf qanday harflar? Cho'ng harflar bo'ladi. Tushundingizmi? Bu harflarni talaffuz qilgan chog'imizda qanday qilamiz? Tilimizning o'tirisi va oxirisini yuqori ko'taramiz. Xo, sod, g'oyn, g'a desak bo'lmaydi. G'oyn, to, qof, va. Tushundingizmi? Bu harflarni talaffuz qilgan chog'imizda tilimizni ko'tarib talaffuz qilamiz. Unda bo'lsa 7 cho'ng harfdan boshqa yana 2 harf bor. Ular ba'zida cho'ng, ba'zi kichik bo'ladi. Bu harflar alif, ro. Alif bilan ro bu harf ba'zida cho'ng, ba'zida kichik bo'ladi. Tushundingizmi? Unda bo'lsa qaysi vaqt cho'ng, qaysi vaqt kichik bo'ladi? Biz buni keyingi darslarimizda tafsili so'zlaymiz. Unda bo'lsa cho'ng harflar bilan kichik harfning qanday farqi bor desanglar, bu ikki jihatdan farqlanadi. Cho'ng harflar 7, shundaymi? Qilib qolgan harflar kichik harflar. Cho'ng harflar bilan kichik harflarning farqi birinchisi, cho'ng harflarni talaffuz qilgan chog'imizda og'zimizni to'ldirib talaffuz qilamiz. Xo. Og'zimizni to'shqizab turib. Xo, semiz, qilin mana. Sod. Qof. Mana shunda talaffuz qilamiz. Tushundingizmi? Ikkinchi farqi
tilimizningki boya degandek tilimizni o'tirisi bilan oxirisini usti taraf ko'taramiz. Ya'ni ustingi tomg'oqqa chaplaymiz va yaqinlashtiramiz. To, qof. Mana shunga o'xshash. Hurmatli o'rganuvchi qarindoshlar, bugungi arab tilidagi ilp harflari bilan tanishish darsimiz mana shu yerda oxirlashdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.